Bir ikkitasi deganimni sababi, ya'ni kim o'sha o'zingizlar borki anglab turganinglardek, bittasi mana Shuhrat Musayev, ikkinchisi Abror. Ha, sani inson vijdoning bormi? Past ketgan odammi? Bosh ekkan odammi? Ezg'ilaverish kerakmi? Ha? Sen erkakmisan sen? Yo, sani kamchiliklaringni, sani xatolaringni, sani inson emasligingni gapirsam agar juda gap ko'p, juda ko'p ma'lumot to'playman san to'g'ringga ham. Lekin meni ishim unaqa emas-da. Senga o'xshab men haligi kompyuterni oldiga o'tirib olib bekorchilikdan taqar o'tirib havoyi pul topmayman. Men mehnat qilib, mana bolalarimni o'zimni halol mehnatim bilan boqib, shular bilan bir shug'ullanadigan insonman. Men sen bilan haligi nima deydi? Bir maymachalpay aytishib o'tirishga mani vaqtim ham yo'q. Sen bilan bir inson o'rniga gaplashishni borki xolamayman ham. Sen mendan xato topishga harakat qilding. Shuncha izlarning xato topdingmi birorta? Topolmading. Erkak, hattoki o'sha birinchi ayolimni oldiga borib yoki ariza yozishga ham majbur qilding. Ha, o'z og'zi bilan aytdi. Yo'q dedi, ariza yozib bermadi u. Ikkinchisini ham oldiga, bir jurnalist ayol, bilmayman u jurnalistmi, kim bo'layotgan bo'lsa ham, ateistmi u, dini bormi, yo'qmi men bilmayman. Kechasi soat 11 da endi qanaqa insonliklarini borki o'zingizlar bilasizlar, men aytib o'tirmayman. 12 ta qanaqa formaga, grajdanskiy formagami yo boshqa formagami kim borganini borki juda yaxshi bilasizlar o'zingizlar. O'shani ham borib bitta ayolni ojizligidan foydalanib, shuni mana har xil tuhmat ig'volarni borki gapirtirishga majbur qilib, mana bugungi kunda mana ikkita bolasini yetim qilib, ona mehriga zor qilib o'tiribsanlar. Ro'zai Ramazon kunlarida borki Allohdan qo'rqmaysanlar, yana bemalol gapirasan. Qiyomat maydoniga borib turib, hali yuzlashamiz. Hali qiyomat maydonida hali hisob kitob bor. Qiyomat maydonining nimaligini, qiyomat maydonini Q harfini, bitta nuqtasini ham sen hali yuragingga bir his qila olmaysan-ku. Sen agar his qilgan inson bo'lganingda sen shunaqa demasding. Oddiy, qaysi gap bilan senga hozir mana shu gaplaring uchun, shu tuhmatlaring uchun jinoiy javobgarlik bor-ku, lekin men senga o'xshab, ana ustozingga o'xshab, men terpiylar emasman. Men birovni qamatmayman, birovni ustidan ariza yozmayman. To'g'ri, ariza yozganman. Juda katta qilib ariza yozib qo'yibman. Yaratgan egamni oldiga, qiyomat maydoniga, ana u yerga ariza yozib qo'yibman men. Hali inshaalloh o'sha yerda borib turib javobini hammasini berasan. Nima qilgan bo'lsang boki berasan. Endi mayli, senga o'zi bir qolgan gapni gapirib yotishni ham, senga o'zi bir gapni uqtirib yotishni ham, sen bilan nima deydi? Bir odamiylik tomondanmi yoki bir qonun tomondanmi, yozilgan qonunlar, yozilmagan qonunlar tomonidan sen bilan gapirib, sen bilan poychaklashib o'tirishni hojati yo'q. Men sen bilan oldin keyin ham bir non qatuv bo'lmaganman. Sendan muttahamchilik joyim ham yo'q. Seni lekin mendan muttahamchilik joying bor. Allohning oldiga. Chunki nimaga? Menga tuhmat qilib, meni oilamni buzib, meni sha'nimni, qadr qimmatimni yerga urib, birgalikda qoralash kompaniyasini qilib, kimlarnidir nog'orasiga o'ynab, maddohlik qilib. Ne tolka meni? Kimni ishda kishilarni shunaqa qilyapsanlar? Hali inshaalloh ro'zani kunida turibman. Alloh taolo meni biladi, ko'rib turibdi. Seni ham bilib ko'rib turibdi hammasini. Ichingdagi, qalbingdagi, miyangdagi har bitta hujayranggacha hisob kitobini qilib turibdi. Hali hisoblashadigan kun keladi. Hali Xudo xolasa hisoblashamiz. Sen ukam, senga birinchi gapim ham, oxirgi gapim ham, senga o'tgan yili ham hech qanaqangi javob atvet hech narsa qilmadim. O'sha balinsaga gapirdimki, bitta mayli sizlab gapirdim. Yana tag'i, sani inson vijdoning bormi? Past ketgan odammi? Bosh ekkan odammi? Ezg'ilaverish kerakmi? Sen erkakmisan sen? Yo, sani kamchiliklaringni,
sani xatolaringni, sani inson emasligingni gapirsam agar juda gap ko'p, juda ko'p ma'lumot to'playman san to'g'ringga ham. Lekin meni ishim unaqa emas-da. Senga o'xshab men haligi kompyuterni oldiga o'tirib olib, bekorchilikdan taqar o'tirib, havoyi pul topmayman. Men mehnat qilib, mana bolalarimni o'zimni halol mehnatim bilan boqib, shular bilan bir shug'ullanadigan insonman. Men sen bilan haligi nima deydi? Bir maymachalpay aytib o'tirishga meni vaqtim ham yo'q. Sen bilan bir inson o'rniga gaplashishni borki xolamayman ham. Assalomu alaykum hurmatli aziz aka-uka, opa-singil, yor birodarlar, vatandoshlar, zamondoshlar, vatanimiz, qonunimiz, mana shu zahmatkash, mehnatkash aziz xalqimizni fidoyilari hamda posbonlari. Men sizlar bilan mana shu kecha kunduzda bir murodbaxsh, fayzli Ramazon oylarida mana shu holatimda didor ko'rishib turganimdan yaratgan egamga beadad behisob shukronalar aytaman. Barchangizga yaxshi kunlar, omad, sog'lik, xayr, baraka tilayman. Yanagi yillarda Ramazon oylarida ham safimizdan kamaymasdan bir-birimiz bilan didorlashib turmoqligida yaratgan egam nasibi ro'za aylasin. Endi men haliga balki meni taniganlar bor, tanimaganlar bor. Men endi unaqangi bir yuridik inson, qanaqadir bir taniqli, bir yaxshi zo'r darajadagi bir taniqli inson, yo qanaqadir bir kino aktyor, yo qandaydir bir jurnalist, bloger emasman. Mana shu yurtni, shu aziz vatanimizni bir insoniman, bir fuqarosiman. Mana shu yurtda yashashga meni ham bir haqqim bor. Qanaqadir bir konstitutsiyaviy huquqlarimdan bir foydalanishga haqqim bor deb tushunaman. Ya'niki o'sha o'tgan yillar o'sha metan zapravkada bir yirtiq krasovkasi bilan tanilgan o'sha pastkash, o'sha provokator, o'sha g'ayrat bo'laman. Mana yaqinda ham metan zapravkada mana shu 2026-yil 6-mart kuni tungi soat 4 da o'zimni bolalarim bilan birgalikda metan zapravkada bir kimlanidir yana bir aybim bilan mana shunaqangi bir yomonotlik bo'lib, kimlanidir ko'ziga bir yomon ko'rinib chiqqan inson, o'sha oddiy, o'sha do'st deb g'ayrat bo'laman. Mana hozir ham sizlarga ko'rsatib qo'yishim mumkin. Yana o'sha bolalarim bilan birgalikda mana bu kishi qizimiz Oyshaxon, mana bu nargisi Ahmad Aliboy. Salom berib qo'ying. Assalomu alaykum qiling. Assalomu alaykum. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana endi bularni men bir ko'rsatib qo'yganimning ham sababi bor. Hali keyinroq tushuntirib beraman sizlarga. Bu bolalar meni o'zimni farzandlarim, ikkinchi oilamizdan, ikkinchi turmushimizdan mana shu ikkita farzandim bor. Hozirda meni o'zimni qo'limda bular, meni o'zimni qarovimda, mendan boshqa qaraydigan inson yo'q. O'sha uchun ayrim birikta bir g'alamus provokatorlarga men shuni bir eslatib aytib qo'ymoqchiman. Bu bolalarga mendan boshqa qaraydigan inson yo'q o'zi. Qolganini keyin tushuntirib o'taman. Ya'niki endi hozir men shu kecha kunduzda baraka topsinlar ilohim, ko'pchilikka taniqli inson, mana shu yurtimizni, vatanimizni bir fidoyi insonlardan biri bo'lmish mana professor Zarifboy Ibodullayevni klinikalariga borib, ko'riklardan o'tib, shu kishidan birikta bir lecheniyalarni olib, bir davolanib turgan paytimda Allohga shukr, hozir ancha holatlarim bir sostoyanim borki, yaxshi, ko'rinishimdan ham, mana tili zabonimdan ham sezib turgan bo'lsangiz kerak. O'sha tungi holatdan ko'ra hozir men ancha tetikman. Allohga shukr, mana shu Zarifboy Ibodullayev hamda Hilolmet klinikasini rahbari Muzaffar aka jamoalari bilan bulardan men bir umr minnatdorman. O'tgan yili ham shular xuddi mana shunday qilib menga bir yordam qo'lini cho'zib bir davolanishimga yordam qilishgan edi. Lekin har 6 oyda bir lecheniya olmasangiz bo'lmaydi deb bir aytib o'tgandilar. Shundan keyin mana hayot tashvishlari bilan bo'lib yana bir lecheniya olishga vaqtimiz bo'lmadi. Yaqinda mana shu kechagi chiqishimizdan keyin yana ancha holatim mazam qochgandan keyin Zarifboy Ibodullayevga telefon qildim. Borib bu kishimizga borib ko'riklaridan borib o'tdim. Beadad behisob shukronalar aytaman. O'sha o'zlarini qo'llaridan kelgancha muolajalarini qilib, yordamlarini qilyaptilar.
bu kishini ikki dunyolarini Alloh taolo o'zi xayrli va barakotli qilib bersin. Shu Zarifboy akaga o'xshagan insonlar ilohim shu xalqimizni orasida ko'paysin. Menga endi bir tavsiya bergandilarki, qo'ying, asabiylashmang, shu tortishib yotmang, gapirib yotmang. Hozir bir lichiniyangizni oling, keyin gapirasiz degan gaplarni borki aytdilar, lekin men baribir ham haligi bir insoniylik, qanaqadir bir menga ham o'zimga yarasha o'zimni rujulati yo'q degan insonlarni oldiga Allohga shukr, menda ham borki insoniylik rujulati bor, fikr bor, or nomus bor. Mana shu insonlarga o'xshagan bizga ham qanaqadir borki o'sha nafs bor, bizda ham bir hayot bor, bola chaqa bor, mana ko'rib turganinglardek. Endi haq va nohaq so'zlarni to'g'ri kelgan insonlar bir boshingizdan mag'zava ag'darib, har xil bir tuhmati shaltoq, bir bo'lmagan gaplarni gapirib, o'zlarini bir osmon sanab, mana shunday bir ro'zai Ramazon oylarida ham g'iybat qilib, shu muqaddas Allohni bir dargohiga, Allohning uyiga, haj bir safarlariga borib turib, o'sha yerlarda ham borki g'iybat qilib, hattoki organimni ham sotishga tayyor bo'ldim. Organlarimni sotib, shu pulga shu bolamni davolataman ham dedim. Agar bugun birlashsak, bu yosh bolajonni hayotini saqlab qolsak, uning tuni kun biz uchun duo qilishiga sababchi bo'lamiz. Har birimiz kichik bir qadam tashlasak ham Muhammad Iso uchun katta umid bo'lishimiz mumkin. Bizni mana shunaqangi ermak qilayotganlarni ko'rib turib men chidab tura olmadim. Men endi shu boshida aytib o'taman, iloji boricha men haqorat qilmaslikka harakat qilaman. Haqorat qilmayman o'zimdan. O'zimdan o'zi birovda haqorat qilmayman. Lekin endi nohaqdan, joningizdan o'tkazib ketib, sizga har xil tuhmatlar uyushtirib, sizni inson o'rniga ko'rmagandan keyin baribir biz insonmiz-ku. Alloh taolo bu hayotni, bu 18 ming sirli olamni ichidagi bir yaratilgan, mana yer yuziga biz yaratilgan bo'lsak, shundan necha million jonzotni yaratdi-da, buning ichida ong berdi, aql salohiyat berib, mana odamzotni shunaqa qilib yaratib qo'ydi. Shu odamzot singari bizni ham ozgina aqlimiz bor, shu ozgina o'zimizga yarasha bir o'zimizni dunyo qarashimiz bo'lsa kerak. Haligi vijdon, rujulat degan narsa bor bizda ham. O'sha uchun bir 50 oldiga, mana shu vatandoshlarimizni oldiga men hozir bir qisqaroq bo'lsa ham, yo bir ikkita bir fikrlarimni, yo bir uzunroqmi, kim xohlagan joyigacha eshitsa eshitishi mumkin, aytib bir o'tib ketishi men joiz topdimman. Endi men nima deyman? Hozir mana qarang, hozir meni aytadigan narsam, gap nimadan boshlashni ham hozir sal o'ylanib turibman. Demak, mana bu biz yashab turgan diyordagi mana O'zbekiston Respublikasi fuqarosining pasporti. Bu pasportni orqasida pasport O'zbekiston Respublikasi mulkidir. Ushbu pasportning egasi O'zbekiston Respublikasi himoyasidadir deb yozilgan. Demak, bu tushunarli. Men mana shu O'zbekistonning fuqarosiman. Mana shu qonunlarni shularni ostida shu bir mana shu pasport bilan shaxsimni tasdiqlaydi. Shuni himoyasidaman. Shu bilan meni kimligimni bilib, qonun posbonlari huquqimni ta'minlab, meni bir hayotdagi bo'ladigan bir muammolarimga yordam berish bir belgisi deb bilaman uni. Endi mana bu O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. Erinmaysizlar, men ozgina boshidan sizlarga o'qib beraman. Men lekin bu kitobda qayta juda ko'p marotabalar o'qib chiqdim. Hali yaqinda sizlarga aytdim, bir men pashti bu kitobni o'zi bir yodlab bo'ldim desam ham yanglishmayman. Endi qarang, bu yerda shunaqa narsalar yozilgan. Mana muqaddima o'rnida yozilganki, biz O'zbekistonning yagona xalqi, inson huquq va erkinliklariga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, davlat suvereniteti
prinsiplariga sodiqligimizni tantanali ravishda e'lon qilib, demokratiya, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik g'oyalariga sadoqatimizni namoyon qilib, inson, uning hayoti erkinligi, sha'ni va qadr qimmati oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratik davlatni ochiq va adolatli jamiyatni barpo etish borasida hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas'uliyatimizni anglagan holda davlatchiligimiz rivojining 3000 yildan ziyod tarixiy tajribasiga, shuningdek jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning ilmiy, madaniy va ma'naviy merosiga tayanib, mamlakatimizning bebaho tabiiy boyliklarini ko'paytirishga hamda hozirgi va kelajak avlodlar uchun asrab avaylashga hamda atrof muhit musaffoligini saqlashga astoydil ahd qilib, xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan prinsip va normalariga asoslangan holda O'zbekistonning jahon hamjamiyati eng avvalo qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarini hamkorlik, o'zaro qo'llab-quvvatlash, tinchlik va totuvlik asosida mustahkamlash hamda rivojlantirishga intilib, fuqarolarning munosib hayot kechirishini, millatlar aro va konfessiyalar aro totuvlikni, ko'p millatli jonajon O'zbekistonimizning farovonligini va gullab yashnashini ta'minlash maqsadida ta'minlashni maqsad qilgan holda ushbu konstitutsiyani qabul qilamiz va e'lon qilamiz. Birinchi bo'lim asosiy prinsiplar. Birinchi bob davlat suvereniteti. Qarang, endi birinchi modda. O'zbekiston boshqaruvining respublika shakliga ega bo'lgan suveren demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. Davlatning O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston degan nomlari bir ma'noni anglatadi. Ikkinchi modda. Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar. O'zbekiston Respublikasi o'zining milliy davlat va ma'muriy hududiy tuzilishini davlat hokimiyati organlarining tizimini belgilaydi. Ichki va tashqi siyosatini amalga oshiradi. O'zbekistonning davlat chegarasi va hududi daxlsiz va bo'linmasdir. 4-modda. O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi. Ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. Qarang, qanaqangi chiroyli moddalar, chiroyli so'zlar, chiroyli bir titrlar bilan ketyapti. E'tibor qiling. 5-modda. O'zbekiston Respublikasi qonun bilan tasdiqlanadigan o'z davlat ramzlari, bayrog'i, gerbi va madhiyasiga ega. Davlat ramzlari davlat himoyasidadir. 6-modda. O'zbekiston Respublikasining poytaxti Toshkent shahri. 7-modda. Xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbaidir. O'zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko'zlab va O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat bergan organlar tomonidangina amalga oshiriladi. Konstitutsiyada nazarda tutilmagan tartibda davlat hokimiyati vakolatlarini o'zlashtirish, hokimiyat organlari faoliyatini to'xtatib qo'yish yoki tugatish, hokimiyatning yangi va muvozi tarkiblarini tuzish konstitutsiyaga xilof hisoblanadi va qonunga binoan javobgarlikka tortishga asos bo'ladi. Hozir sabr qiling, yana ikkita moddani o'qiyman, shu bilan tugataman, keyin fikrlarimizni davom ettiramiz. 8-modda. O'zbekiston xalqining millatidan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi. 9-modda. Jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari xalq muhokamasiga taqdim etiladi. Umumxalq ovoziga referendumga qo'yiladi. O'zbekiston Respublikasida referendum o'tkazish tartibi qonun bilan belgilanadi. Endi 10-modda. Mana shu 10-modda asosan shu brekda haligi g'alamuslar o'zini bir vatanning egalari, qanaqadir bir prezidentdan keyingi odam qilib hisoblaydigan brektasiga taalluqli-da bu. Ya'ni ki mana 10-modda. O'zbekiston xalqi nomidan faqat u saylangan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va prezidenti ish olib borishi mumkin. Jamiyatning biron bir qismi, siyosiy partiya, jamoat birlashmasi, ijtimoiy harakat yoki alohida shaxs O'zbekiston xalqi nomidan ish olib borishga haqli emas. Mana shu 10-modda hammaga yaxshi yavno tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Endi man o'zimga shu narsani chuqur tahlil qilib anglab, ancha muncha tushunib bo'lganman, tushunishga harakat qildim. Lekin brekda
juda bir o'zini bir olim hisoblagan, bu vatanga o'zini bir ega hisoblagan. Endi uni borki, provokator deymi, vatan xoini deymi, yoki bir g'alamis deymi, qanaqadir borki, ichki dushman deymi, sotqin deymi, bu gaplarni endi bilmayman. Qanaqa qilib ta'riflashga meni tilim ojiz. Ya'niki endi bu brektasi deganimni sababi, ya'ni kim? O'sha o'zingizlar borki anglab turganinglardek, bittasi mana Shuhrat Musayev, ikkinchisi Abror